qabul qiling mehmon jonlar, mezbon jonlar. Biz salomni boshladik. O'g'il tug'ib kelgan, kelin olib suygan. O'g'il tug'ib kelgan, kelin olib suygan. Qabul qiling oyijonisi, mehribonisi. Sizga salom yor yor, yana salom yor yor. Navbatdagi kelin salom, kelin poshamizni onalariga. Tayyor bo'lsangiz bu yoqimli lahzalar muborak bo'lsin deymizda. Bilmaganni bildirgan, hamma ishni to'ndirgan. Bilmaganni bildirgan, hamma ishni to'ndirgan. Qabul qiling onajonisi, yana salom yor yor. Bu salomlar qiz tuqqaningizga, ularni chiroyli qilib tarbiya qilganingizga-yu, egasini topib berganingizga qabul qiling onajonlari, sizga salom yor yor, yana salom yor yor. Endi yosh ulug'larimiz, buvijolarimiz, ammalarimiz, xolalarimiz, jigarlarimizga bitta umumiy salom qilamiz, qabul qilib olinglar. Eshik qoqib kelganlar, to'y muborak deganlar. Eshik qoqib kelganlar, to'y muborak deganlar. Qabul qiling xudo xolajonlar, amma poshsha-yu xolajonlar, buvijonlar, sizga salom yor yor, yana salom yor yor. Qabul qilib olinglarmi mehmonjonlar? Umringiz uzoq bo'lsin. Endi kelin poshsha, kuyov bolaga shundoq o'girilib oling. Fayzi bor siz bizlashib oling kelin poshshamiz bilan. Kelin poshshamiz tayyor bo'lsalar boshlaymiz. Kuyovlarning sardori, kelin poshshamiz xaridori, yigitlarning sardori, Muslimaxonni xaridori. Qabul qiling kuyov bola, sizga salom yor yor, yana salom yor yor. Kuyov bolaga salom bo'lganda bitta qiyqiriq bo'ladi. Hop kelishdiga bu repetitsiya bo'ldi. Navbatdagisi sochini silliq qaragan qizlar o'tsa qaramagan. Shuncha qizlarni orasidan tanlab yaxshi ko'rib Muslimaxonni tanlagan. Kuyov bolaga yana salom, salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul qiling kuyov bola, solih yigit, bek yigit, ota-onasini, doda-buvijonlarini xizmatiga shay bo'lgan zukko yigit, tanijoningiz sog' bo'lsin. Sizga salom yor yor, yana salom yor yor. Qani qiyqirib ko'p yashaylar. Salom tamom bo'ldi.